Assalomu alaykum aziz muxlislar. Sizlarni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Diqqat qilasiz omonamon muxlislari. Salom salom yor yor. Kelin salom yor yor. Ruslanbekka ham bir salom bo'lsin ertadan. Rahmat. Kelinlikdagi salomlar esinglarda qolsin-da, keyin ham xo'p bo'ladi. Kelinlik maqomi muborak bo'lsin. Men baxtli kelinman deb o'ylayman. Kuyov bola ham san'at sohasidanmilar? Konservatoriyani bitirganlar, turmush o'rtog'im. Mard yigit shunday bo'ladi-da. O'rtoqlarim ko'p xafa bo'lib qolishdi. Hozir so'rayman. Ertalab nechida uyg'onyapsiz endi Yulizxon? Uxlab qolamiz ba'zida. Jon ba'zida telefon qiladilar. O'g'lim, turinglar deb qo'yinglar. Ular bilan ozgina tortishib qolsak ham sirab oyijonga aytaman. Bag'ri kenglik bu albatta. Biz sizga o'sha eng go'zal kelinlik baxtini tilaymiz. Sizlarni duo qilishyapti. Ilohim O'zbekistonimizdagi eng baxtiyor, eng mustahkam oilalardan biri bo'lsin oilangiz.